Giyohvandlik jamiyatni yemiruvchi illat. U faqat bir inson emas, balki butun oilalar taqdiriga soya soladi. Eng achinarlisi esa yoshlarimizning ham zahri qotil domiga tushib qolayotganidir. Shu bois mamlakatimiz bo'ylab huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan Qora dori 2026 tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan, tezkor tadbirlar Namangan viloyatida davom ettirilib, 2 kilogrammga yaqin giyohvandlik vositalari savdosining oldi olindi. Uychi tumanining Islomobod mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro yashash xonadonining omborxonasida sotish maqsadida tayyorlangan va 18 bo'lakka ajratilgan giyohvandlik moddalarini saqlab kelgan. Holat viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fosh etildi. Viloyat ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, og'irligi 1 kilogramm 89 gramm bo'lgan ushbu moddalar gashish giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlangan. Yana bir holatda Chust tumani Zarafshon mahallasi hududida harakatlanayotgan Lacetti rusumli avtomashina huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari ishtirokida belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Jarayon davomida Farg'ona viloyatida yashovchi muqaddam sudlangan shaxs boshqaruvidagi avtomashina salonida shirinlik qog'ozga o'ralgan 87 dona, umumiy og'irligi qariyb 1 kilogrammga yaqin narkotik moddalari borligi ma'lum bo'ldi. Yuqoridagi aniqlangan holatlar yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 10 kun davomida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik bilan bog'liq 36 ta holat aniqlanib, 3 kilogrammga yaqin opiy hamda gashish narkotik moddalari savdosining oldi olindi. Qora dori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari viloyat miqyosida davom ettirilmoqda.